Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustozlar. Assalomu alaykum do'stlar. Hammalar bugungi faoliyatimizga xush keldinglar. Bugun hammamizdan xabar bo'lgandek, Turkiya Cumhuriyetining qo'lg'onligining 100 yillik tug'ilgan kuni. Shu oldi bilan bu Cumhuriyetninki 100 yoshga kirganligini qizg'in tabriklayman. Bu Cumhuriyetni qurish yo'lida jonlarini fido qilgan, ajr singdirgan boshda Atatürk Mustafa Kemal ve onun barliq sabdoshlariga oliy ehtirom bildiraman. Endi biz bugun bu maktabda yangidan bir o'qish boshlash, yangidan maktabni qaytadan jonlantirish munosabati bilan yig'ilib turibmiz. Oldi bilan sizlarningki bu faoliyatga atoyitan vaqtinglarni chiqarib qatnashganinglar uchun hammalarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Oldi bilan biz faoliyatimizni Qur'on tilovati bilan boshlaymiz. Shunga Abdurazzoq Qarim bizga Qur'on o'qib beradi. Abdurazzoq Qarim sahnaga marhamat. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Abdurazak Qarımğa Kur'an tilaveti üçün köp rahmet. Allah razı olsun. Endi köpünçülarning balkim xabari bor, ammo xabari yo'qlarniki mu samada bo'lish uchun men azroq maktabniki ahvol to'g'risida va bugungi holga kelguncha bu maktabni qurish uchun ustoz Habibullah Kusani va Abdurahim Ajim, undan boshqa nurg'un bu yerda ajr sindirganlarniki ajrlari bilan bu maktabniki bugun holga kelganligi mush to'g'ri azroq so'z qilay. Endi bir yurtni bir o'rinni barpo qilish uchun nurg'un kishilarningki untinsiz xizmat qilishiga to'g'ri keladi. Bu haqiqatan oson emas. Buning ichida oldiga chiqib ish qilganlar bo'ladi, keyinda turib qo'llaganlar bo'ladi. Bu hamda nurg'un bir ajrningki mevasi. Biz turayotgan bu binolar, biz ko'rayotgan bu insonlar, o'quvchilar buningki bir mevasi, ammo buning ajri bo'lsa ko'rinmas. Ben Selim Paşa'ya kelgili 3 yıldak bo'ldi. Bu jarayonda bu maktabga yaqindan bağlanıp bazı ders o'tdim, bazı vaqtda kelib o'zimningki darslarini mush yerda o'rgandim, xizmatimni qildim. Ana bu maktab haqiqatan bizningki bu yerdagi jamoatlarimiz uchun bulutli qolmasdan balki Selim Paşa'dagi hattoki dunyodagi nurg'un muajiratga qarindoshlarimizningki bir yig'ilish markazi. Bu yerga nurg'un o'qituvchilar, nurg'un xizmatchilar kelib to'p qo'shdi. Ular ketdi. Yana hozir yenidan o'qituvchilar, yenidan mas'ullar kelib bu xizmatni qaytadan ustiga ilyapti. Bu jarayonda nurg'un muxbirlar keldi. Buni Uyg'urlarningki chet eldagi qilayotgan faoliyatlarining bir namoyandasi sifatida dunyodagi medialarda tashviq qildi. Endi demakchi bo'lganim shuki, bu nurg'un emgak, nurg'un ajrningki mevasi. Shuning uchun men o'zim shaxsan hamda bu yerda ustoz Habibullah Kusani va boshqa uningki sabdoshlarininki bu yo'lda tortgan qiyinchiliklari, ko'rsatgan tirishchanliklari uchun rahmat aytaman. Bu haqiqatan qadrlashga tegishli. Endi ijtimoiy masalalarni bir taraf qilish jarayonida yoki jamiyatning xizmatini qilish jarayonida haqiqatan insonlar ko'ngli kutgandek natija qozonish oson emas. Ma'rif shu ishlardan biri. Ma'rifda bir insonningki umumiy jamiyatning ehtiyojidan chiqishi, hamma odamning kutgan yerdan chiqishi oson emas. Ammo shundaqdimi, o'zluksiz tirishish, o'zluksiz tirishchanlik ko'rsatish va davomli mehnat to'kish bu qadrlashga arziydigan bir ruh. Shunga bu jihatlardan hammamizningki ko'nglida muayyan samba deb o'ylayman. Hamda maktabimiz degandek nurg'un qiyinchiliklarni besib bu holga keldi. O'tgan bir qancha yillik o'qitish jarayonida o'qish sifati yoki o'qishningki ko'lami boshqa jihatlardan masala bo'lsa-mu, chunki bundaq masala hamma yerda bo'ladi. Masalan, Turkiyaning davlat maktablarimi bundaq masalalarni hal qila olgan emas. Hozirgacha Turkiyaning ma'rif ministerligidan kishilar davomli qaqshab kelganlik. Davlatmi bu masalalarni hal qilib bo'lmaydi. Undaq bo'lgan ekan, bizningki ko'lamlashmagan, yurishlashmagan bundaq maktab sistemimizda yoki o'qitish ma'rifimizda bundaq masalalar saqlanadi hamda. Shundaq bo'lsa-mu, lekin izchil davomlashib bu holga keldik. Yaqinqi mezgillarda ba'zi ko'ngilsizliklar tufaylidan maktabning o'qitish ishlari biroz oqsab qolgan edi. Endi maktabni qaytadan bizningki uzun yillik o'qitish tajribasiga ega Abdurahmon muallim qaytadan mas'ul bo'lib qo'liga oldi. Bundan keyin maktabningki texmo ro'naq tepishini, o'qitish ishlariningki yaxshi yurishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Endi mushu programmaningki bu qismida men ustoz Habibullah Hajimni so'zga taklif qilay. Ishkag'iz ko'ngilsiz qilib bergan bo'lsa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Aldı bilan
Hammalardan kelgan qadamiga Alloh subhanahu va taolo ajr azamat qilsin. Alloh subhanahu va taolo mishadiki bo'layotgan ishlarni qiyomat kunsidagi nom amal daftarlarimizda qilsin. Maqsad kelsa qarindoshlar, bu maktabningki plani 2010 Suriyada bo'lgan. 2012da men kelsam shu gaplar bo'lib o'tgan maktabning ishlarida bizning bir qarindoshimiz tarafidan. 2014da Mushselim Pashadan Mushiyani elib bu ishlarni boshladik. Oldi bilan maktab bizning uydan boshlandi. Ta 2017-chilik biz shu uydan Dengizlik bir maktabga ko'chdik. Oxiri 2017da bu yerga bitib universitetni o'qitish kelyapmiz. Bizning bu maktabni silishdagi asosiy maqsadimiz qarindoshlar din bilan fanni o'xshash epmangib bir 300 atrofida o'quvchi o'qitib, buning ichidan 20 bilan bir 30 aqlli o'quvchini tanlab olib, mushlarni o'xshashmagan kasbda, diniy jihatda dinni o'qitib, masalan, dinda damol bo'lganlarni damollik qilib, biz qilmoqchi emas, ya'ni yetaklab mushlarga boshlamchilik qilmoqchi. Yani bir 30 kişilik, 20 kişilik bir grup kurup, bu grup eğer vatan müstakil olup kalsa bir devletine mangızalıqdak, eğer vatan müstakil bulmaya kalsa chat eldeki davanı ilmi şekilde süpetlik yapmangalıqdak bir etret terbiyelep çıkmayız dep bizninki gayemiz muşti arkadaşlar. Bununla yolu çıktık. Dini bilen fenni okşay yapmamız dep. Ama bunun Meyli Arap dünyasında olsun, ya İslam dünyasında olsun, bizge o'xshashmada endisi yo'qkanda. Fen o'qitadiganlar fel o'qitadigan, din o'qitadiganlar dil o'qitadigan. Shular biz bechalar bu ishni qilamiz deb o'tirib chiqibdik, tunjuli bir balo qoldik. Mo'llil deydi, balalarning maktabda hamanglar aqidasi buzuq, din o'qitmaydi deb ultillaydi. Ziyoli qildan kes bir taqvo sig'mash Qur'on kursini, bu Qur'on kursi deb xap qildi. Ya Qur'on kursi olamıdık, ya dini mektep olamıdık, muş yolda menvatimiz qarindoshlar. Men o'zinglar bilsizlar 9 yoshdan boshlab madrasada o'qigan bir diniy o'quvchi. Men tushungan din, fan, din degan narsa emas, hammasi bir narsa menga nisbatan. Chunki hozir mana shu aranlardan din o'qigan bo'lsa, bir savol so'rasa, Qur'onda hamma narsa bormi? Hamma narsa bor, bizning Qur'onda hamma narsa bor deydi. Azroq narsa kamligini bu kafir qo'ysan, bizning Qur'on shakal turibsa deb qapolaydi. Unda hamma narsa matematik savob bilan desa, yo amdi chiqib savob sal mushuni gumon qiladi. Chunki qanday desanglar, bir joyda men matematik o'qisam, Qur'on o'qigandek savob bo'ldi desa, voy kafir, matematik odamning Qur'onga savob bo'ldi deb to'rladi vaqirab jiganda bilasizlar. Voy Qur'onda hamma narsa bor degan to'ngo desa, hamma narsa bor, biz mushta iymon etamiz dedi. Unda bo'lsa astronomiya o'qisang, fizik o'qisang, ximiya o'qisang, o Qur'on qanday hisob? Yo'q, ma'ni bizning zihniyat mushundaq masala bo'lib, biz buni Uyg'urlarning ideyasida hozirgachilik faqat qabul qilib qolmayapmiz. Hatta men maktabni qurman deb meshada o'ltirgan vaqtida Abdurmajim ishkimiz o'ltirsa, danliq bir oxunim chiqdi. Umuman maktab qurish plani. Sen qanday qursa deydi, men mushta qurmasam, endi umrimizga qisqagan qiyomat kunsi matematik o'qimading, doktorlik o'qimading deb so'ramaydi Alloh. Qiyomat kunsi Qur'ondan so'raydi ekan, biz shu Qur'onni o'qiydigan qurildi deb shunday degan endi. Demak, bizniki bu zihniyatimiz qarindoshlar, bizdan mush maktabning taraqqiyotiga yomon ig'ir ta'sir ko'rsatdik. Men degandek din o'qiganlar bu fanniy maktab, din o'qitmaydi, aqlingiz buzilib ketib, u tashviqotni xolis qilib qo'ydi. Ma ziyalni ko'rsanglar, agar Selim Pashaning osh bujugida bir eshak yiqilib ketgan bo'lsa, o'qu Uyg'urdan 200 metr jaliqda bir eshak yiqilib ketgan deb yozadi. O cho'qim mashina yozdi. Diqqat qilsanglar shu. Eshak yo'q, o'qu Uyg'urdan nestirib yiqilib ketgan odam mishani bir nimishqa desa, buni Qur'on kursi mushni bir deb bir yaxshi ko'rmaydi. Shuning uchun bu bizning yo'lga mangan yo'limiz shu va bizning dindan tushunganimiz shu. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. Sen Allah bergen imkaniyetin bilen ahiretini talep kıldayına. Allah bergen imkaniyetini ahiret için işlet. Ama dünyada bir tigişlik nesip ama fakat unutulkanma deydi. Men demedim Allah deydi. Men şunun için düşüngendin hem dünya hem ahiret. Hem dünya hem ahiret. Dünyada aziz yaşasam, bay yaşasam, meşhur yaşasam, güçlük yaşasam,
mening dinim shunga buraydi. U o'mlab chapandan askisini kiyib, u mening dinim emas. U yo'lning chetida minib muyindoq qilib dugdiyib, u mening dinim emas. Mening dinim kuchliklarni yaxshi ko'rdi. Iqtisod kuchliklarni, ma'rifat kuchliklarni, qo'ral yaroqti kuchliklarni, tibobat kuchliklarni yaxshi ko'rdi mening dinim. Mana shunday o'tgan din. Shuning uchun qarindoshlarimiz bu kuchlik, biz har soat kuchlik bo'lish uchun, mush dunyoda Qur'onni qo'g'dash uchun, Qur'on yodag'anlarni qo'g'dash uchun, kuchlik bo'lish uchun cho'qim ilm fan o'qishimiz kerak. Men buni tushuniglik. Men ilm fan o'qisam, men nisbatan ilm fan qarindoshlar. Faqat Alloh degan so'z ilmitilgan Qur'onning tafsiri bu, boshqa narsa emas. Agar mana haqqonchi bir tibobat kitobini o'qinglar, haqqonchi bir fizik kitobini o'qinglar, shu yerga Alloh degan so'zni qo'shib qo'ysak, ya bir oyatning ya bir hadisning tafsiri bo'ldi bu. Chunki o'zinglar bilsizlar, Qur'onda osmondan gap qiladi, birdam yer sharidan gap qildi, birdam tog'dan gap qildi, birdam bog'dan gap qildi, birdam oxiratdan gap qildi, birdam qonundan gap qildi, birdam tarixdan gap qildi. Shu fan degan shuda boshqa narsa emas, o'zinglar bilsizlar. Shuning uchun bu yo'lda biz yana davomli mush yo'lda mangamiz. Chunki musulmonlar mush kuni kelmasa, atog'in Shechinbin akabini qutqazib xat yozib chiqdi shunday. Musulmonlar kuchlanmasa, musulmonlar qo'raylar xuddi bir balni qari qilish uchun qandoq bir jannatga oshiq bo'lsa, kuchlik aeroplan uçağa alaydigan, qo'raylar salaydigan, iqtisodni taraqqiy qiladigan ota-onalar mushundoq balli tarbiyalasam jannat kirmaydi edi. Kammigichilik bizning holimiz islom dunyosining o'ylab qolgan qarindoshlar. Falastin masalasiga ma'qul bizni unutib ketdi, bizga qurbonlik hech qanday ish yo'q. Bo'pti biz tugab ketsak. Mashtaq bo'ldi hozir. Ish Arabning kindigida 2 yil musulmonni kech kunduz borban qilsa, bir Arablar nima holatda hozir. Lekin qirg'iz bo'lmasa, butun Arabning qirg'izi bor. Lekin o'zi bildi kuch yetmaydi. Bundan bir misoli Mubarakning o'g'li bir tweet yozdi. Misrdagi Husn Mubarakning tweet yozib, "Voy, G'azzada bolalar o'lyapti, ma o'lyapti, anda o'lyapti" desa, bir yahudlarning bir bayonotchisi bor. Og'zini uchun bo'lmasa Misr xalqidan o'g'rilgan pulni hel bidan oshkorlamaydi deb tweetni o'chiribdi qarindoshlar. Qirg'iz bor, lekin hammasi yo'q. Hammasi nimasi bor. Nima uchun ojiz? Asosiy aytganda ojiz. Arab davlatlarining nima uchun ojiz? Texnikada ojiz, iqtisodda ojiz, hammada ojiz bo'lganlikda mushkilni qoldik. Shuning uchun inshaalloh bizning maktabning asosiy nishoni din o'qiganlarning fandan savodi bo'lish, fan o'qiganlarning dindan asosi bo'lish. Mush yo'lda mangamiz bek taskan bu ikkisini birlashtirsak, Qur'onga bakrak tutsak, maktabga dars tushib ketadi. Maktabga darsni bakrak olsak, Qur'onni tushib ketadi. Aynaga tatib, hozir hali bir tajribaga egulab birga keldik. Biz mushu maqsadda maktabni saldik, mushu maqsadda qilamiz, bundan keyin shunda mangamiz va shuni din deb bilamiz. Biz mush orqali Allohga eng suyumli ibodatni qilyapmiz. Asli din degan mushu deb mangyapmiz. Bundan mangmasat qarindoshlarim, oxirsi bir so'zimdan oxirlashtiray. Sizlar hammanglar 6 maktablarni o'qidinglar, 6 maktablarda. Shunda Nushirvan degan zot bizning kuchog'i bor-da. Kuchog'i kirib qolsa bicharalar shu xonavayron, bichara, shundan kuchada bir maktab ochdi. Asla bizning kuchaliqlar 54 o'quvchini berdi, o'qitib basildab. 4 kundan keyin bolalarimizni iymonini ochirdik deb ne gapirib turdi bilsam bilamsizlar? Abalni ajrat ne gapirib bilamsizlar? Xitoyning shotanlarga berib berdi. 6 maktablar shunda bor. Shu bilan oilab Xotanga bordi. Xotanga borsam, men maktab men banda provatman. Bütün Xoranda hammasi qariyaxon ekanda, shuna mashallah bu yerda ilm gullangan ekan deb qarasa, bir fanniy maktab. Shu fanniy maktabning o'zimi yerim 60% din. Tashlandiq, etilib qolgan. Nima deb etilib qolsa pul yo'q. Shu zihniyatdan chataliga chiqdik. Shu zihniyatni Istanbulga ko'tarib akeldik. Halimiz ya bizni chunki shu halimiz shu balo qo'ygandi. Ya'ni shu zihniyat, shu kalla bilan balodan qutulmizda bozorda yurimiz endi. Bu balodan qutulish uchun Alloh Qur'oni Karimda sen o'zgarmayishlik 5 kanasi o'zgarmay deb oyat tafsirini o'qiymiz, lekin hech qaysimizning o'zgargisi yo'q. Shu Alloh subhanahu va taolo mushu o'qituvchilarimiz hozir Abdurahmonjon bilan ayoli Artikam doktor ikkisi bu amonatni oldi. Bundan keyin shu maktabning sizlar turkcha vizion mission degan vizion missiyonlarimiz shu. Mush bo'yicha biz cho'qim yo'lda menishimiz kerak. Ham qarindoshlar, biz hozirgachilik andab maktabimizda 20 da qari ijozat e'lonlik. Ammo hech bo'lmasa mishadiki bir maktab bor, Ahmad Silan deb. Hozir saq 5 yil bo'ldi. Har yil Uyg'ur bolalari maktabda birinchi ulug'liq. Endi bumuz bütün odamlar bütün ahmoq maktab mandaydi. Bütün ahmoq maktab dedi. Boshqalar agar oqqan bo'lsa bir ko'rsatsin ko'rayli.
Meningcha eng oqqan maktab deyman. Nima ish qilsa, boshqa maktabda o'g'irlik faqat gap qilmaydi. Mush maktabda o'g'irlik gap qilgan ekan, demak oqdimiga deyman. Ahmoq bo'lsa hech kim gap qilmaydi uningga. Shuning uchun qarindoshlarimiz Allah subhanahu wa ta'ala mushu musulmonlarimizningki mushu zihniyat bilan mangmasak, hozirgi ahvolimiz hamon bak echinishlik. Dunyoda hozir 2 milliardga yaqin musulmon bor. Ay payg'ambarlar medis degan dengizning ko'pik axlat hech qanday qimmat bo'lmaydi. Ularning hech qanday bir jinga o'tirgan emas qolmaydi degan holat qilib qoldik. Allah subhanahu wa ta'ala mush maktabimizni bizning Sharq Turkiston uchun va Sharq Turkistonning davosi uchun va Sharq Turkistonda ezilgan musulmonlar uchun va dafsini qilgan din uchun bir shu qutulish qadim mishadim bo'lib qolsa deb orzu qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz Habibulloh Kusaniyning qimmatli so'zlari uchun ko'pdan ko'p rahmat. Endi bizga Abdurahmon muallim o'zining planlari va orzulari va bizning kutadigan umidlari to'g'risida so'zlab berdi. Abdurahmon muallim, sahnaga marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Aldı bilan yiroq demay kelganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Ustozning deganidek maktabninki bundan keyingi o'qitish ishlariga biz mas'ul bo'ldik. Bugungi maqsadimiz alag'ina do'st birodar ziyoli o'qigan yaxshi tunish bolalarni chaqirib maktabimizni bo'lgan o'qish programmalarini tunishtirib qilmoq uchun aqasinglarni chaqirdik. Gapimni unutib qolmaslik uchun yezib olgandim. Shunga menga qarab o'qib berma. Shunga men sahnada va ko'p gap qilmayman, shunga to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Men sizlarga degandek maktabimizni tunishtirmoqchi, ammo maktabimizni tunishtirishdan burun bu maktab Uyg'ur ilm ma'rifat vaqfiga qaraydigan bir maktab. Shuning uchun bu vaqf to'g'riliqmi azroq ma'lumot berish to'g'ri keldi. Undan keyin maktabimizning nishoni haqida, undan keyin maktabimizning qurilmasi, keyingi mazmunda biz planlagan konkurs programma nishonlar, maktabimizning iqtisod ahvoli va sizlardan bizning kutadiganlar to'g'risida to'xtalmoqchi. Birinchisi vaqf haqida. Vaqfimiz diasporadagi Sharqi Turkistonliklarga o'qitish, sog'lomlik, iqtisod, madaniyat, san'at va ijtimoiy turmush qatorli sohalarda faoliyat olib berish va xizmat qilish uchun 2012-yil Turkiya Istanbul shahrida qurilgan. Vaqfning nishoni bo'lsa, qobiliyatli, yangilik yaratish ruhiga boy, diniy va milliy ong'i ega layoqatli nasllarni yetildirish, davrimizga moslashgan vatanimizning ozodligiga tuhfa qo'shalaydigan avangard yigit kishilarni yetildirish, har turli xayr saxovat faoliyat olib berish va kishilar orasida xayr saxovatni kengaytirish ishini nishon qilgan. Vaqf to'g'riliq har xil qarashlar bor ekan, bu vaqf bir shaxsning emas, bu shaxs mulkimi emas, bu vaqfda bir nima borchu, prinsip yoki qoida demdik yoki masalan vaqfning bu vaqtda kim boshqaradi? Eng ustida vaqtning kengash heyeti bor. Vaqtning nazorat heyeti bor, vaqtning idora heyeti bor. Shunga ba'zi insonlar anglaymiz, bu vaqt bundoq, bu boshqalarni nima qilib bir odam deganni qil, bu bundoq bir vaqf emas. Bu Sharq Turkistonning vaqfi va bu vaqtning o'sha nizomi bo'yicha harakat qiladi. Mesela vaqfning kengash heyetida 11 odam bo'ldi, vaqfning nazoratida 2 odam bo'ldi, vaqf idora heyetida 5 odam bo'ldi. Buning har birisi yedak a'zoli bo'ldi. Bir qaror qilinsa yoki bir ish qilmoqchi bo'lganda, shu hamma a'zolarningki qo'shilishi bilan bo'lgan ish. Shunga nima deymiz, bizning ba'zi insonlarimizning orasida vaqf qarta xato tushuncha bo'ldi ekan, shuning uchun buni tushuntirib o'tdim. Endi vaqfimizni nima faoliyatlar olib bordi deganinglarda hozirgacha bo'lgan ishlar masalan Uyg'ur bilik yurti, Aybilik qizlar markazi, Rahat o'ltiroq rayoni, xayri saxovat ishlari, har xil ijtimoiy faoliyatlar, ishlab chiqarish o'rinlari qurilgan. Masalan, yangi planlarda Uyg'ur mahallasi, Qurbon bu o'qish yordam puli deganga o'xshash faoliyatlar bo'ldi. Masalan, vaqfimizning kelajak planlariga qarasak, Uyg'ur bilik yurtini bütün günlük tüzümlük mektep, kolej haletiga
ekilishini plan qildik, ammo bunun biraz vaqt, biraz nima ketdi, shuning qadamlarini hozirdan boshlab inshaalloh zaten burunmi bor, bundan keyin texmo ko'rinarli holda ilib boramiz. Ikkinchisi, anglag'anlar bo'lishi mumkin, Kanadadagi bir vaqtninki qo'llash ostida Uyg'ur mahallasi qurish plani tuzib chiqildi. Buning uchun mushaga yaqin bir yerda 100 kishi, 90 necha kishilik doiralik bir mahalla qurib, bu yerga butunlay Uyg'urlarni yerlashtirib, Uyg'ur mahallasi qurishni nishonlagan. Undan keyin bu yerda bu qurilgan binolarning nimada ishlab chiqarish o'rinlari, boshqa har turli nimalar hammasi atrofli keng doirada o'ylanib planlangan. Kasbiy tarbiyalash o'rinlari, ishlab chiqarish sanoat rayoni, xayr saxovat, ijtimoiy faoliyatga elib beg'il bo'lgan tam bir Uyg'ur mahallasi shakllantirilgan darajada planlangan bir proje. Endi keldik o'quv Uyg'ur bilik yurtiga. Bizning bugun tushundirmoqchi bo'lganimiz dal shu maktab, bu maktabning g'oyasi zaten allburun qurilishdan burun tiklangan. Bu maktabning g'oyasi bir o'zgarish bo'lgan ish yo'q. Faqat ilib berilgan ba'zi taktiklarni yoki yöntemlarni bu shunlarda o'zgarish bo'ldi. Ammo maktabning g'oyasi aqidalik, axloqlik, millatparvar, ilm so'yar, atrofliq yetishgan, davriga mos yetakchi avlodlarni yetildirish. Maktabimizning xarakteri bo'lsa, diniy ve fenni bilimlerini o'qitish asos qilgan sistemlik to'liqlama ma'rifi bilan shug'ullangan maktab. Tarbiyalash yo'nalishi din va fenni birlashtirgan qo'sh yo'nalishlik maktab. Undan keyin maktabimizga biz shuar qilganimiz bo'lsa, o'quv ilmin kamal topsin, aziz xalqing nijot topsin degan burundan boshlab bekitilgan bir shuar ekan, biz shuni o'zimizga shuar qilib mangdiq. Şimdi mektebimizden olsa, kölümü hazır biz turvatkan iki binadan teşkilinde, kölümü 4835 kvadratmetre, kuruluş kölümü olsa 8550 metre. Mektep 2017 bütken, bununla kuruluşunun bütüşüyle ben egelligen malumatı qaraganda 3 milyon 200 bin dolar meblağ ketibdi. Onundaki mektebimizde A blokda 12, B blokda 12, 24 sınıf, cami sınıflar okuyalaydığı okuğucu, 400 okuğucu birlam vaqtda okuyalaydı degan gap mektepte. Aşxanası var iki tarafda, kütüphanemiz var, o'qish materialları uyi, kompüterxona, mehmon kutish uyi, choyxona, masjid, yataq. Her iki binanın iki qavatli yataq ulaştırgan mektebimizde iki binada o'xshash bir vaqtda 400 dek o'quvchi yataqlaydı. Ondan keyin yig'in zali, ambar, meydan, suratga tortish o'rni, chiniq zali, bog'cha, suxanaga o'xshash bütün ul ashalar to'liq bo'lgan bir maktab. Ondan keyin keldik, maktabimizni qanday boshquramiz? Degandek eng ustiga qarasanglar, bu maktabimiz ilm ma'rifat vaqfiga qaraydigan bir maktab bo'lg'achqa, ve mektebinin en üst başkuruş nimesi de vakıf idare heyetidekiler buldu. İkinci nimede bunun da biraz tefsir toxtulma kengeyiş heyeti de ben üzüm 15 kişiden teşkillengen bir heyet kurmakçı. Bunun hazır 7'dek adam inik bu polde qağallamış eşimizin yoki sırtın bolsun bu idare heyetke qo'shilib bizga taklif fikrni bilib bizni nazorat qilib qilishni xohlaydiganlar bo'lsa, har vaqt biz bu xo'sh bo'lamiz, qarshi olamiz. Buning har qanday odam kiralaydi. Men bu maktabga bir hech bo'lmasa bir fikr bera olayman yoki bir nazorat qilib tura olayman. Chunki yig'inlarimiz bo'lsa uzoqdan ba'zi yuzturan eshilishi mumkin. Shunga to'pam bo'ladi, azroq bo'lsin, to'pam bo'lsin deydi o'ylaganlar bo'lsa, bizningki ilmiy heyet grupimizga kirsanglar bo'ldi. Bundan keyingi maktab to'g'riliq elingan qarorlar icraatla bu ilmi heyetinin nazaret astida elip verildi degan gap. Yani sal qarasanglar bo'lmaydi. Ondan keyin başqurush. Başqurush müdürünü ko'rsatdi. Ondan keyin maktabimizning ichida yana bölümlerga ayrılgan. Masalan, ilmiy bölüm, o'qituvchilar bölümü, maliya bölümü, g'o'jilik bölümü, tashviqot bölümü, o'quvchilar bölümü, arqisab bölümü deganga o'xshash. Mesela biz ilmi bölüm maktabning ilmiy ishlariga mas'ul bo'lsa, o'qituvchilar bilan o'qituvchilarning ahvolini ilgileydi. Maliya bölüm bo'lsa, maktabning kirim chiqim degandek iqtisodiy ishlarini qildi. G'o'jilik bölüm bo'lsa, maktabning mol mulkini qo'g'daydigan bölüm bo'ladi.
Təşviqat bölümü, bunu düşünürsizlər. O'quvchilar bölümü, o'quvchilarga aloqaliq har xil ishlarni qildi. Arqisab bölümüdə bolsa, məsələn, aşpazlik deyimiz, məktəbnin bexatarligi deyimiz və başqa ictimai bunun o'xshash bölümlərdən təşkillangan. Onundan keyin məktəbimiz hazır holati bu. Məktəbimizdə bolsa hazır aktiv ishlayotgan 12 tane xizmatchi xodim bor. Bunun birisi boshqaruvchi, birisi ilmiy müdür, o'qituvchilar, oshpazlar deganga o'xshash. Masalan, qarasanglar, o'qituvchilarimiz masalan 3 tane doktor bor, aspirant bor. Yani en az bakalavr seviyesindeki o'qituvchilar ders o'tadi. Ondan keyin diniy bilimlarda masalan ijozat olish degan tushunishlar qariballar. İcazat haqqı bereleydigan ve Türkiye'deki Diyanet Müslüman icazat algan o'qituvchilardan tashkillangan. Ondan keyin o'qitish programmamiz. Bu yerda nima o'qitisizlar deb so'ragan vaqtinglarda biz o'qitishni 100 turana va tor, yani onlayn deymiz, tor orqali o'qitishni planlayapmiz. Agar bizni sevib qo'shilganlar bo'lsa, masalan men bu yerga keplanmayman deydigan iqtidorli o'qituvchi yoki boshqa bölümlerde xizmat qila oladiganlar bo'lsa, bizlar uzoqdan bo'lsa hamkorlashib o'zingizlar maktabga to'hfa qo'sha olasizlar degan gap. Undan keyin bu yerda qaysi nima o'qitamiz deganda darsimiz kurs xarakterlik darslar bo'ldi. To'liqlama darslar, diniy bilimlar, ta'tillik programlar, tarbiyaviy faoliyatlar va kasbiy tarbiyalash. Şimdi hozir bularni texnik tafsili nima qilay? Masalan, kurs deganlarda kurslar o'tadigan qanday? Masalan, SAT'ni tushunasizlar. SAT Amerika'nınki chiqargan oliy maktabga o'tish imtihonisi bütün dünyadaki maktablar, yani asosan bu imtihon orqali bu imtihonga kirsanglar layoqat numr olgan ahvolda maktabga kirib o'qiy olasizlar degan gap. 100 bilasizlar, yabancı öğrenci sınavı degan gap. Bu burun bek yayg'inti hozir biroz ozlayotdi, ammo bu hozir Turkiyada ma'lum darajada universitetga kirib o'qiyman desanglar, chet ellik o'quvchilar bu imtihonga kirish kerak. YKS Türk fuqarosi bo'lgan o'quvchilarningki oliy maktabga kirish imtihonisi. LGS to'liq o'tirg'i o'tish imtihonisi. ALES magistrlik yoki doktorlik imtihonisi degan gap. YDS chet el tili. Bu qarasanglar bek jiqib ketibdi deyishinglar mumkin, ammo inshaalloh bu programning hammasini yoki uzoqdan yoki amaliy maktabimizning ichida pat yaqinda hammasini elib boramiz. Undan keyin tillarga kelsak, arabcha, inglizcha programlarni nima qilyapmiz, buni nima qilamiz? Undan keyin kasbiy kurslarda program tillari, ya'ni kompyuter bilimlari, robot, atoliya bilimlari, rumunishlik deganlarni bunu mesela rumunishlikda yezib qo'yibdi deb o'ylamayman degandek Uyg'ur majlis qurildi-ku, shu mesela şu binalarda mushular planlanib qilingan bir Uyg'ur majlis projesi bor. Inshaalloh kelgusida mushu rumunixona deganga o'xshash tarbiyalash o'rinlarimiz ochiladi degan gap. Undan keyin yasli. Yasli zaten hozir o'qityapmiz. Bu boshlab qo'yganlarimiz bor, inshaalloh boshlamoqchi bo'lganlarimiz bor. Maktab burundan boshlab bor bir program. Ondan keyin to'liqlama dars degan gap, ya'ni bolalar zaten maktab o'qiydi. Boshlang'ich, to'liqsiz va to'liq o'tira. Maktabdan qaytgandan keyin bolalarga texnik maktabdagi natijasini yaxshilash va undan bir üst yaxshi saviya bilan chiqish uchun to'liqlama dars o'tamiz. Undan keyin masalan boshlang'ich maktabdagi bolalar qaysi darsni o'tishlar desangiz, ana til o'qitamiz, Qur'on darsi o'qitamiz, ingliz tili o'qitamiz. To'liqsiz maktabdagilar uchun matematika, Qur'on va din darslari, edebiyat, İngiliz dili dersler. To'liq o'tirg'uchi matematika, ingliz tili, fen bilimi, ya'ni fizika, ximiya, biologiya deganga o'xshash. Undan keyin Qur'on va din darslari o'rgatiladi. Undan keyin diniy darslarda nima o'tisizlar degan bo'lsanglar, masalan, Qur'on savodini chiqarish, tajvid, qoida nuroniya, haptak deymiz-ku, masalan, burun biz ya'ni kichiklarniki bo'lib Qur'on savodini chiqarish uchun bundaq faoliyatni programmani tuzimiz. Bundan keyin tajvid darslari bo'ldi, Qur'on yodlash, bayam degandek maktabimizda xalqarodagi nima, islom dunyosidagi eng dangliq ijozat beradigan shaxslardan ijozat olgan va o'zining o'quvchilarga ijozat beradigan ustozlar bor. Shu ustozlar dars beradi. Ondan keyin islomiy bilimlarda tavhid bilimlari, diniy ahkomlar, hadis deganga o'xshash bu shundaq darslarni o'tamiz. Ondan keyin ta'tillik programlarda nima o'tisizlar degan vaqtinglarda ta'tillik programlarda diniy darslar,
bu köp mesela başqa yerdəki oxuğuşlarım tətillik, mesela məktəb tətil buldu emasmı? Şu vaxtlarda məktəbimizin şəraiti yaxşı, yataqlıq bolsun, başqa şəkillərdə yığıb, mesela kiçiklər bolsa Quran oxuş bilməyən Quran oxutuş digəngə oxşaş, mükəmməl bir tətillik plan proqram tüzüldü. Mesela til dərslərdə ana til bolsun, başqa dərslər, tuluqlama dərsləri mesela məktəbdə yetişəlməyən. Bu ta universitetə, mesela universitet ötəb bu dərslərdə yetişəlməyən oxuğuşlar buldu ki, şu səbəbdən universitetin təşkil etdiğin əhvallar köp görüldü. Bunda oxuğuşlarımı məxsus dəstək dərsi uğurlaşdırırız. Əxlaq və mədəniyyət dərsləri, tən tərbiyə, qol hünərvəndçilik, oxuğuşlar hər xil leksiya və müsabiqələr, ziyarətlər, ictimai fəaliyyətlər, bütün günlük kamplar, muşların həmmisini planlavatımız. Bu digər nərslərin inşallah həmmisi aldığımız qış tətili və yaz tətilində elib verildiğin fəaliyyətlər inşallah. Ondan ki, mavi məsələn, qısqıca nə qılıb qoyduq, mühim yer emas, məsələn, başlanğıç məktəblərinin küllük dərs nömrələri çox, qaysı temlarda qandaq dərslərin ötüsüldüyəni nə qılıb qoyduq. Ondan ki, yeni bir mühim temaya gəldik. Bu məktəbinin iqtisadi qandaq mənadır. Bilisizlər, bu bir vəqtə qaraydığan məktəb bolğaçqa bir yerdə oxuğanlar haqsız oxuydu. Heç kimdən pul elinmaydı. Elinğan təqdirdimi yoki yəsli deyimiz məsələn bundaqlarının ki material pulu yoki məktəbdən bundaq pullar elindi, amma başqa hər qandaq bir maarif eğitim hazırgacha əxsiz bulaqlıq bundan keyin şu şəkildə buldu degan. Şuna undaqda bu məktəbnin iqtisadi qandaq hal buldu? Məktəbninki bilisizlər ma Salim Paşa oturğanlar yoki anlığamlışanlar mümkün mayaga 500 metrlik yiroqlıqda rahat qorusu deb Uyg'urlar məxsus Uyg'urlar o'tirdigan bir site var. Bu sitenin içinde 40 yakın öy var. Bu öy başkalarının öyü bolsumu məktəbdən öydən kiralıq kirim var. İcaradan kelgan kirimler məktəbə hibə qılındı. İşletiş üçün iyanə qılınğan. Bu məktəbə hər ay kirdiğan muqim kirim. İkincisi vaqf və quruluşlardan kelgan yardımlar. Məktəbimizə başqa vaqflardan yoki quruluşlardan yardım qıldı. Məsələn hazırmı, məsələn tamaq, qıda deyimiz o yeməklik nəslərdə başqa Angliyadan bir nima var, vaqf, şula, məsələn hər ayda məlum bir yağ deyimiz, məsələn görüş, bundaq nəslərini əkib verirdi. Şu oxuş ballar üçün. Ondan keyin yeni birisi şəxslərdən kelgan yardımlar. Məsələn baylarımız deyimiz yoki kimning şərait qanchalik bo'lsa, shuni kelgan yardımlardan mal. Çünki bu bir ma'rifiy haqsiz mang'ashqa bu maktabning iqtisodi shu shaklda mang'adi deganga. Ondan keyin sizlardan nima kutamiz? Sizlardan kutadigan birinchi bo'lib men ma'nodan bayon degandim ilmiy hay'at guruhi. Bu mandaqlam qurib qo'ydigan bir narsa emas. Buningki ijroat kuchi bo'ldigan hay'at bo'ldi. Yani men aranglardan agar qatilishni xohlaydiganlar bo'lsa, men bu hay'at kirma deydiganlar bo'lsa, kirsanglar qizg'in qarshi olamiz. Degandek bu maktab to'g'riliq elingan qarorlar, maktabni nazorat qilish deganga o'xshash huquqi bo'ladi bu ilmiy hay'at guruhininki. Sizlardan buni kutib, ikkinchi maktab xizmatida bizlar hamkorlashishni xohlaydiganlar bo'lsa, o'qituvchilik bo'lsin, bayon dedim, har xil bo'limlarga ayriliqli shu maktab. Masalan, moliya bo'limi, o'qituvchilik bo'limi, xo'jalik bo'limi deganga o'xshash, hamma ma bo'limda xizmat qila olaman, mening menda ortiqchiligim bor deydigan qarindoshlar bo'lsa, kelsanglar hamkorlashsak bo'ldi. Undan keyin tashviqot. Bugungi faoliyatninki bir maqsadi shu, bizni tashviq qilib bir obraz tiklishimiz uchun yordamda bo'lishinglarni sizlardan umid qilamiz. Yani bir yerden qaytqandan keyin do'stlaringlar bo'ldi, hammalarninki ijtimoiy taratquv vositalaringlar bo'ldi, bularni bo'lsin degandek tashviqot ishlarida bizga yaqindan maslahatlar qilamiz. Undan keyin taklif fikrlar bo'lsa, har vaqt hozir desanglar bo'ldi, bundan keyin har vaqt taklif fikringlar bo'lsa, biz to'g'riliq, maktab to'g'riliq basanglar bo'ldi. Masalan, iqtisodi yaxshi qarindoshlar bo'lsa, ya'ni maktabga yordam qiladigan qarindoshlarimiz bo'lsa, yordam qilsanglar bo'ldi. Undan keyin o'quvchi, mesela etrafınlarda balalarınlar olsun, tətillik programlarımızga yoki hozirgi bo'layotgan programlarımızga o'qitishga əksanglar, etrafınlardagilarning balaları bo'lsa, tavsiya qilsanglar, bo'ldi. Bizlar hamkorlashishni xohlaydiganlar hamkorlashimiz. Bu hamkorlash qanday desanglar, masalan,
Hazır Sapaköy'de olsun, Zeytinburnu'da olsun, nurgul mektepler var çok. Hemmisi özününki nemiside, seviyesinde bir işlerini kılışkı tirişiyordu. Bizim şuların birisi şundak o. Bulanın işi de bizim mesela köyde olan imkanlarımızı hazır düşündük. Mesela mektepten şaraitini, hem şundak bunun ihtiyacı var. Bizlerin hemkarlışını halaydıgan mektepler olsun, şahıslar olsun, kese her vakit biz bu milletten, vatanın hizmeti boğan degen biz bununla her vakit vatan milletin oylap durup kıldığı iş boğan degen bunun her vakit tayyor. Ondan keyin ictimai faaliyetlerimiz oldu. Mesela hazırkıdek yığılışlar oldu, başka faaliyetlerini uğurlaştırmamız. Bununla devamlı ketilip bizde destek verişinlerini Çin dilimizden ümit kılımız. Kelginanlarga rahmet. Mening demoqchi bo'lganim bu shunchalik.